Assalomu alaykum, Apparat forumi Sardorbek YouTube kanali obunachilari. Inshaalloh 12 dyumlik monitorlarimizdan karaoke va masjidlarimiz uchun tayyorlab qo'ydik. Inshaalloh 10 ta oqidan 10 ta qorasidan bor. Bemalol kelib xarid qilib olishingiz mumkin. Narxini boshida oldinda aytib ketaman. Donasini $75 qilib beryapmiz. Inshaalloh bularni o'sha dinamik 12 dyum chayon 200 dan 400 vattgachalik va Divayno qo'shaloq pisochniy pishalkalari bor. Bu qorasidan ham 10 ta, oqidan ham 10 ta bor. Xudo xolasa bemalol kelib xarid qilib olishingiz mumkin. Bobirjon akamiz qilgan mehnatlarga va chiroyli like bosib qo'yasizlar. Mana shunday sovuq kunda bo'lsa ham siz aziz obunachilarimiz uchun, klientlar uchun chiroyli qilib korpuslarni yasab beryaptilar. Xudo xolasa ko'rinishi yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Hop, mana bu oqimiz xudo xolasa o'sha oq mebelni despadan materialdan qilingan. Mana shuruplarni ham undan yopib boribdilar xudo xolasa. Bunga hech qanaqangi drab yoki kraska shart emas. Xudo xolasa bu tayyor holatda olib borib o'rnatib qo'yilsa bo'ldi. Bunda ham xuddi ana shu 200 dan 400 vattgachalik chayoni va pisochniy pishalkasi bor. Masjidlarimiz uchun yoki karaokelar yo bo'lmasam kafelar uchun ham, restoranlar uchun ham bemalol bo'laveradi. Undan tashqari 15 dyumlik monitor korpuslarimiz ham tayyor bo'ldi. Bu 15 dyum tuxum pishalkali varianti. Xohlasanglar buni 51 driverli varianti ham bor. Ulusidan ham, bulusidan ham qilib beramiz. Bu korpuslarimizni monitorlarimiznikini 1.250.000 so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa kelib bemalol xarid qilib olishingiz mumkin. Ichidagi tuxum pishalkasi bilan xarid qiladigan bo'lsanglar $150 beramiz. Bemalol do'konga kelib buni xarid qilib 15 dyumini ham xarid qilib oladigan bo'lsanglar birato'la yig'ib berib tayyor qilib chiqazib olishimiz ham mumkin. Ko'pchilik aka manzil qayerda, do'koninglar qayerda joylashgan deb so'ragan obunachilarimiz uchun manzil Namangan viloyati Uychi tumanida Uychi istirohat bog'ining ro'parasida do'konimiz bor. Agar yashiqlarga, korpuslarga kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz qiladigan bo'lsanglar bemalol nomerlarni qoldirib qo'yamiz. O'zimizning do'kon nomerini va Bobirjon nomerlarini ham xudo xolasa qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, xudo xolasa o'zingizlarning zakazlaringiz bo'lsa tayyorlatib olsanglar ham bo'laveradi. Inshaalloh xudo xolasa videolarimizni ko'rib borayotgan bo'lsanglar, do'konimizda barcha tovarlarimizdan bor. Bemalol to'yxona, restoran, ko'cha to'ylari uchun apparatura deysizlarmi, unga kerakli jihozlar deysizlarmi, xudo xolasa mana bu dinamik va pishalkalarimizni admotkalardan ham olib kelib qo'ydik. Bemalol kelib ishinglarni bitirib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga kattakon rahmat deb qolamiz. Kommentariyada o'z fikringizni bildirib, like bosib, tanish do'stlarimizga tarqatib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.